Assalomu alaykum YouTube kanalida kuzatuvchi obunachilarimiz. 21-mart mana panikka kelgan Real Tego degan giloslarimiz mana o'sha g'o'da bo'lib qoldi. O'zini chaynatadi, etaki gilos. Ko'p turibsizlar. O'tgan yilga kelgan daraxt. Mana ular ham gilos. Xudo xolasa buni videolarni tashlab boramiz. Qanaqa holatda qaysi chisluvda pishadi? Farg'ona viloyati Quva tumani Tolmazoq qishlog'ida bu gilosimiz. Mana belgilarda yana ikkitadan mevalari bor. Buni ko'p gulini uzib tashlaganman. Sababi daraxt o'zini o'zi katta qilsin, yana mevaga yotib, erta kunda ziyon zahmat yetkazmasin deb Real Tego ko'p turibsizlar. 2-3 tadan mevasini qo'yib qo'yganman. Birinchilar hammasi gullagan. Mana bu yerda shoptolimiz bor. Bachata ancha shoptoli. Mana bu ham ishab qolgan. Mana o'sha g'o'rib qolgan shoptollarimiz. Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yangi yillardan tashlab boramiz. Mana gilos o'sishlari, holatlari o'ta ideal. Video yoqqan bo'lsa, bunisi ayni bir oqibdi. Bitta like bo'lsa, gilosga qiziqar tashlarga yuborib qo'yamiz. O'sishlari o'ta ideal. Mana 21-mart sanasida